mana shu narsaga qanaqa qaraysiz? Ya'ni bitta tilni faqat kino ko'rib o'rganish yoki faqat bitta arab topib olib, tutib olib, u bilan gaplashib o'rganish. Bu narsa qanchalik ish beradi va qanchalik o'zi amalga oshirsa bo'ladigan narsa bu? Hop o'rganarsiz, masalan, Misrga borib yashayotganlar arabcha gapira oladi bemalol, lahjasida bo'lib ham. Lekin ular bir kitob berib qo'ysangiz, bir rasmiy nimadir maqola yoki narsa ko'rsa televizorda tushunmay qoladi. Madrasa ustubi bilamiz, sarf o'qitishdan boshlaydi, sarfni zo'r o'qitgandan keyin nahvga o'tadi, keyin mutolaa uchun kitoblar qo'yilgan. Shu ketgan. Chunki bu uslubda o'qitishdan maqsad ertaga arabcha kitoblarni harakatsiz bemalol o'qib tushuna olish. Xo'p, mana shu kokteylda o'tganingiz qisqacha bizga tushuntirib bera olasizmi? Qanaqa bo'ladi shunda? Qaysi narsalarni bu yerdan olganman, qaysi narsalarni bu yerdan olganman, qaysi narsalarni bu yerda kechiktirganman, qaysi narsalarni ertaroq olganman, shunaqa qilganman. Lekin o'qituvchini bitta dasturi bo'lishi kerak. Va o'sha dasturda o'zi o'qib chiqqan bo'lishi kerak. Va o'sha dasturda kimdir o'qitgan bo'lishi kerak. Shunda yaxshi bir kombinatsiya bo'ladi. O'zi mana shu narsaga mana shu ortcha bo'rttirishga, yo'q narsani ko'pirtirishga nima degan bo'ladi? Qanaqa qaraysiz? Hozir gapingizdan xuddiki marketing endi hamma o'zini ishini qilyapti degandek gap chiqyapti-yu, lekin endi mana u ma'lumot sifatida aytdim, to'g'ri yoki noto'g'ri ma'nosida emas. Juda ham qarshiman. Bunaqa yolg'on marketing qilishga yoki aldov bilan o'ziga odam jalb qilishga chaqirsang, bor narsa bilan chaqir. Sen 15 oyda S2 oldi bitta o'quvchi, noldan boshlagan, o'zim ko'rganim. Ya'ni yolg'on polg'on emas, bu haqiqat. Assalomu alaykum, Ikrom aka, yana bir marta. Alaykum assalom. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Yana bir bor studiyamizga yoki bizani koshonamizga deymizmi, tashrif buyurganingizdan xursandmiz. Sizga ham chaqirganingiz rahmat. O'tgan safar siz bilan kelishgan edik. Bir alohida ustoz uslub tanlash haqida suhbat uyushtirishga. Inshaalloh bugun nasib bo'lgan. Siz bilan o'tgan safar tanishib bo'lganmiz. Vaqt cho'zmasdan birato'la mavzuga kirishib ketsak, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Til o'rganishda uslub tanlash qanchalik muhim va bu narsa talabaga nima beradi? Ya'ni oldindan bitta uslubni aniq tanlab olib, keyin o'sha uslubga amal qilishlik talabaga nima beradi? Talabaga nima uchun kerak uslub tanlash o'zi aslida? Hop, endi talabani o'zi uslub tanlay oladimi yo'qmi deb so'rashimiz kerak menimcha birinchi. Chunki talaba uchun bu yangi soha, yangi narsa. Hali u qanaqa o'rganiladi, boshqa qiladi bilmaydi. O'shaning uchun yaxshi o'qituvchi topib, natija berayotgan uslub topib, o'shanga o'zini topshirgani ma'qulroq. Endi uslub roli katta, lekin agar o'sha uslub ishlaydigan uslub bo'lsa, unda qaysi uslubdan ketishini uncha qizig'i yo'q. Ya'ni men o'ylaymanki, yosh talaba, yosh miyaga qanaqa nagruzka bersangiz, qanaqa bosim qilsangiz ham ko'taraveradi. Unga qaysi yo'l bilan olib ketsangiz ham o'qiydigan xatti-harakat qilib o'qisa, o'qib ketaveradi, natijaga borsa bo'ldi. To'g'ri uslub bo'lsa bo'ldi. Endi o'quvchini o'zi hal tanlamaydi, lekin o'qituvchi o'zini uslubini chiqarib olib, shuni aniq tiniq qilib olgan bo'lsa, o'shani o'quvchi tanlab, shunga rozi bo'lib, shunga o'zini topshirsa kifoya. Oldingilar aytishardi-ku, sizga o'sha bizga suyak edi. O'shanga o'xshab to'laqonli o'zini o'qituvchiga topshirsa, natijaga chiqa oladi. Ya'ni yangi boshlayotgan o'quvchida o'zi uslub tanlash imkoniyati yo'q, chunki unda bu haqida ma'lumot yo'q. Yaxshi ustoz tanlasa, ishon bilan kifoya hisoblanadi. Shunaqa. Endi bilish kerak, o'qituvchining uslubi bormi yo'qmi bilib qo'yish kerak. Aytishardiki, shu zaman ishlagan paytimiz Amrulloh ustoz aytardilar, o'qituvchini bitta dasturi bo'lishi kerak va o'sha dasturda o'zi o'qib chiqqan bo'lishi kerak va o'sha dasturda kimdir o'qitgan bo'lishi kerak. Shunda yaxshi bir kombinatsiya bo'ladi degan fikr berardilar. Bitta yaxshi savol tug'ilib qoldi o'shada, ya'ni fikr desam bo'ladi. Demak, bitta o'qituvchi bitta uslubda dars o'taman deyish uchun oldin o'zi ham shu uslubda o'qigan bo'lishi kerak. Endi juda bir обязательный, majburiy emas uni. Rezultat bo'lish uchun, natija bo'lish uchun yaxshi bo'lardi. Shunaqa bo'lsa, o'zi o'qimagan bo'lsa ham, lekin tushunchasi bo'lsa yoki kimdir o'qitgan bo'lsa ham, ya'ni shu nima deydi, A nuqtadan B nuqtaga bo'lgan masofani bosib o'tgan bo'lsa bir marta biladi, qayerda kamchilik, pastlama borligi, qayerda pastlama bor, shuni hisobini oladi. Arab tilini o'rgatish bo'yicha qanaqa uslublar bor? Ya'ni eng mashhur bo'lgan va ish beradigan qanaqa uslublar bor bizda hozir? Bizda desangiz, O'zbekiston muhitida o'zi любой odamdan so'rasangiz, ikkita uslub bor desa kerak. Eskicha, yangicha. Til xalq tilida aytsa, yokida madrasa uslubi yokida zamonaviy uslub deb ham yuritishadi. Lekin bunda tegini olib qarasangiz, o'zi ikkalasi ham bitta narsa. Umuman farqi yo'q. Prosta nima tartibida, nimaga ko'proq urg'u berishda farq qiladi.
Madrasa uslubi bilamiz, sarf o'qitishdan boshlaydi, sarfni zo'r o'qitgandan keyin nahvga o'tadi, keyin mutolaa uchun kitoblar qo'yilgan. Shu ketgan. Chunki bu uslubda o'qitishdan maqsad ertaga arabcha kitoblarni harakatsiz bemalol o'qib tushuna olish. Shunga qaratilgan bo'ladi, ko'proq mutolaaga qaratilgan bo'ladi. Gapirish ko'nikmasi, yozish ko'nikmalari o'ta ikkilamchi bo'ladi. Shu. Bu uslubda g'ir teskarisi. U yoqda sarf deyarli o'qitilmaydi, ba'zi joylar o'qitiladi. Ya'ni zamonaviy uslub. Zamonaviy. Ba'zi joylar ko'rsatiladi, keyinchalik yuqori darajada o'tiladi. Masalan, birinchi emas. Bu yoqda birinchi sarf o'qitilsa, sarf keyinroq o'qitiladi. Bu yoqda boshqa uslub, bu yoqda maqsad o'sha gapirtirish bolani yozdirish. Nima deydi? Madrasa tizimida, faqat madrasa tizimida o'qigan bolaga bir kino ko'rsangiz tushunmaydi. Bu yoqda o'qib chiqqan bola kino ko'rsa tushunadi-yu, lekin bu o'qiydigan kitobni bersangiz u o'qiy olmaydi. Shunaqa farq. Shu ikkala usulda bir-biridan afzalligi bormi yoki o'zi ikkalasini ham hozir aytayotgan gapingizdan ikkalasini ham o'zini alohida boshqa. Tushunarli. Ya'ni madrasa o'qiyotgan bola asosan kitob tarjima qilish bilan, kitob o'qish bilan shug'ullangani uchun ularga ko'proq kerak bo'ladigan narsaga e'tibor berishadi. Tashqaridagilar asosan arab tilini muloqot uchun o'rganganligi uchun ularga yozish, gapirish ko'nikmalari ishlatiladi. Shunaqa. Obolaning joyi boshqa bo'lgandan keyin u ikkalasi boshqa dunyo, bittasi yaxshi, ikkinchisi yomon deb bo'lmaydi. Endi zo'r qilaman desangiz, ikkalasidan mix qilsa, chiroyli kokteyl chiqadi. Xo'p, mana shu kokteylni o'tganingiz qisqacha bizga tushuntirib bera olasizmi? Qanaqa bo'ladi shunda? Mana shu uslub ikkalasini aralashtirishdi. Nima deydi? Endi hammaning fikri har xil. Men o'zimdan kelib chiqib, o'zimcha o'ylaganimcha, ya'ni fikrim xato bo'lishi mumkin, to'g'ri bo'lishi mumkin. O'zimni shu paytgacha aqlimga suyanib qilgan ishim shuki, bu yoqdan kerakli narsalarni, bu yoqdan kerakli narsalarni olib aralashtirish. Ya'ni men o'qitayotgan o'quvchilarga nima kerak? Ya'ni ular понятное дело, что madrasada o'qimaydi, ertaga bular masalan diniy fanlarga ham kirishib ketmaydi. Tushunarli bu. Yoki ular faqat muloqot bilan cheklanib qolmaydi, qanaqadir arabcha adabiyot millasini o'qimoqchi ham. Aytmoqchi bo'lgan madrasadagi tizim gapirish yoki yozish ko'nikmasiga hech qanaqa foydasi yo'q degan fikrim noto'g'ri. Unaqa fikrim ham yo'q. Shuning uchun bu yerdan kerakli narsalarni aralashtirib yokida tartibini o'zgartirib o'zimni dasturimni tuzganman, ya'ni kamtarona dasturimizni tuzganmiz. Shunaqa, ya'ni qaysi narsalarni bu yerdan olganman, qaysi narsalarni bu yerdan olganman, qaysi narsalarni bu yerda kechiktirganman, qaysi narsalarni ertaroq olganman, shunaqa qilganman. Lekin birontasiga mayl bo'lib ketmaganman, moyilligim o'tib ketmagan qaysi birigadir. Masalan, zamonaviy tilda umuman bir arabcha nahv terminlarini ishlatishmaydi, mubtado, xabar, balobatdan siz. Lekin agar bunaqa o'qitaman desangiz, ertaga bola manhaj yoki miftah kitoblarini o'qiyman desa, o'tda qoida qismini oching. Xuddi shu terminlar ishlatilgan. Babetdan o'z bu narsadan qochib bo'lmaydi aslida. Hech qanaqasi. Arab tili asosi shu o'zi aslida. Shunaqa o'zbekcha terminlar bilan alishtirishdan foyda yo'q. Demak, buni olib tashladik. Bu terminlarni ishlatamiz. Endi masalan tamiz degan mavzu yoki bir maf'ul ma'hu degan mavzular hali boshlang'ich darajadagi talabaga kerak emas. To'g'ri. Hayotida duch kelmaydi, hozircha duch kelmaydi. Shuning uchun bu mavzularni keyinroqga olib qo'yamiz. Yuqoriroq bosqichga. Shunaqa, ya'ni sarfdagi masalan Surosiy Mazid boblarini ham boshida yodlattirilgan bizga. Tushunmasdan, qisman tushunmasdan yodlaganmiz. Yodlardik, tushda o'qib qolardik, lekin ma'nosini juda yaxshi bilmasdik. Mohiyatini tushunmasdik. Nimaga kerak o'zi degan savollar bo'lardi. Oldin safar etgandik, o'qitishga o'zim topshirganimiz uchun hop deb hammasini qilganmiz. Keyinchalik tushunib oldik baribir. Shu narsani markazida endi biz madrasada har kuni o'qirdik, kuniga 5-6 soatdan kamida. Bo'lib ham ko'p qolganimizga xursandmiz. Shunaqa. Kamida 5-6 soat arab tili bilan shug'ullanardik. Shuning uchun bizga bu narsa ko'tarardi. Markazda haftasiga 2 marta, 3 marta vaqtingiz juda ham chegaralangan. Bolani to'liq nazorat qila olmaysiz. Shuning uchun unga bunaqa tushunmaydigan narsalarni sal keyinroq berganingiz yaxshi. Chunki u tushunmasdan ham o'qib keturishi unga uncha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Shunga bunaqa mavzularni sal keyinroq olganmiz. Hammasi o'tiladi. Butun kursni o'tib chiqsangiz, baribir o'tiladi. To'g'ri. Shunaqa, o'zimcha shunaqa aralashma qilganman. Men o'quvchilarga aytaman-da, shu boy gapingizga qo'shimcha. U madrasani bosimini istalgan markaz o'quvchisi ko'tara olmaydi. U madrasada berilayotgan bosim, madrasaning o'quvchilari shu boya aytganimdek kirganiga xursand bo'lgandan ham chidab o'qiydi ular. Ustozga o'zini to'liq topishadi. Markazda unaqa o'quvchi topish qiyin, u 100 dan bitta chiqib qolmasa, nima desa shuni qilaman desa, sal zeriksiya bo'lmadi. Ketdim deb yorishadi. Asosiy o'qishimiz ham o'sha yerda bo'lgan. Ularning boshqa joyda asosiy o'qishi bor, tashvishi bor, boshqa. Hayot to'g'ri, hayotdagi o'zi vaziyat ham o'zi shunga taqozo qiladi, to'g'ri.
endi yana deylik bu faqatgina klassik va zamonaviy uslub emas. Deylik mana shu zamonaviy uslub o'zini ichida ham har xil ustozlarning o'zining alohida metodikasi bormi hozir paytda? Misol uchun birorta markazni o'zini bir alohida uslubi, ya'ni ko'zga tashlangan. Hamma aytadi bizning o'zimiz alohida uslubimiz bor deydi. Istalgan markaz borsa bizning uslubimiz bor deydi. Haqiqatdan biror bir ko'zga tashlanadigan bu endi shaxsiy savol. Shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Shunaqa sizning nazdingizda bormi shunaqa uslublar, ya'ni zamonaviy uslub o'zini o'rgatishda ko'zga tashlanib qolgan va ish berayotgan alohida bir uslublar bormi hozirgi kunda? O'zi katta ketib gapiradigan bo'lsam, meni masalan zo'r o'qitadi mana joy deb ko'nglim xotirjam pok vijdon bilan ayta oladigan joylarim o'zi sanoqli, o'qituvchilar ham sanoqli. Men bilganlar hammasini bilmayman. Men bilganlarim ichida shunaqalar o'zi sanoqli. Afsuski. Endi metodika borasida o'zini dasturida dars o'tadiganlar ham undan ham kam. Ular ham sanoqli. Ko'pchilik o'sha yo'q faqat bunga yopishib olgan yoki faqat bunga yopishib olgan bo'lgan. Shunaqa bo'lib qolgan. O'zini alohida dasturi borlari, rostdan alohida dastur borlari kam. Lekin o'shalar o'zini ishining mutaxassislari yaxshi ishlaydiganlar. Hozir otini aytsam, ular reklama qilgan bo'ladi, aytmaganlarimni anti reklama qilib qo'ygan bo'laman o'shanga. Tushundim. Bu aytgandek mutlaq erkin savolga javob berish haqqingiz bor. Manba misol uchun bir xil aytadi-yu, tilni mutlaq kino ko'rib o'rganish kerak deydi, tilni faqat deydi, gaplashib o'rganish kerak deydi, kitob o'qishga hojat yo'q deydi. Ya'ni bular ham bunday qaraganda bitta uslub aytishadi, ular ham o'zligini tiliga o'rganayotganda. Mana shu narsaga qanaqa qaraysiz? Ya'ni bitta tilni faqat kino ko'rib o'rganish yoki faqat bitta arab kitobni olib, tutib olib, u bilan gaplashib o'rganish. Bu narsa qanchalik ish beradi va qanchalik o'zi amalga oshirsa bo'ladigan narsa bu? Endi umumiy olib qarasak, masalan, o'zbek odam turk tilini serial ko'rib o'rgana oladi. Chunki yaqindan ko'ramiz. Chunki grammatikamiz juda ham yaqin. O'zim ham bir grammatikaga qiziqqanimda, o'sha juda ham o'xshash, qo'shimchalari, so'zlarning joylashuvi, ketma-ketligi juda ham o'xshash ekan. Biz ularning grammatika o'qishimiz shart emas. Shunchaki lug'at boyligimizni oshirib, nimadir o'rganib ketsak ham, o'rgana olayotganmiz bemalol. Masalan, o'zbek odam O'zbekistonda yashagan rus tilini ham shunaqa o'rgana oladi. Chunki rus tili bizani общение, muloqot tilimiz bo'lib qolgan. Singib ketganlik. Grammatikasi tushunmasa ham bemalol gapira oladi, tushuna oladi. Kitob bersangiz o'qishga qiynalishi mumkin, tushunishga yoki yozib bersa nimadir yozib berishga qiynalishi mumkin. Ingliz tilida ham masalan shunaqa yo'l bilan o'rgansa bo'ladi. Arab tilida sal murakkabroq, chunki arab tilini grammatikasi ancha o'ziga xos jihati bor. Hop o'rganarsiz masalan Misrga borib yashayotganlar arabcha gapira oladi bemalol lahjasida bo'lib ham. Lekin ular bir kitob berib qo'ysangiz, bir rasmiy nimadir maqola yoki narsa ko'rsa televizorda tushunmay qoladi. Til o'rgangan qaysidir ma'noda, qaysidir skill, ya'ni qaysidir jihatlarini o'rgangan ishlatoladi. Umumiy til bilish, ya'ni umumiy til o'rganish, tilshunoslik jihatdan qarasak, yaxshi o'rganmagan bo'ladi. Shuning uchun arab tilida ozgina grammatika kerak baribir. Grammatika va shunga o'xshash narsalar kerak. Kitobga murojaat qilish baribir zarur. Shunaqa. Bo'lib ham ko'pchilik qochib ketadigan shu sarf nahviga ham, ya'ni haqiqiy badiiy arab tilini mutaxassis bo'lib o'rganaman yoki yaxshi mutaxassis bo'lsa ham yaxshi o'rganaman sababi sarf nahviga murojaat qilishga majbur. Shunaqa. Chunki o'rgangandan keyin baribir bilasiz bitta harf qo'shilsa ma'no ancha o'zgarib ketadigan joylar bor. Shunaqa jihatlar bilan tushunishni boshlaydi odam keyin. Chuqurroq kirib, mohiyatni anglash boshlaydi. Tushunarli. Ustozni o'zini tanlash qanchalik muhim? Bitta ustoz o'quvchiga qanchalik ta'sir o'rgatishi mumkin? Ya'ni bu savolni nega so'rayapman? Ustoz deganda faqatgina mahoratli ustoz emas, mahoratli ustozlar ko'p. O'shalarning ichidan ham birortasini tanlashga e'tibor qaratish kerakmi? Ya'ni nimalarga e'tibor qaratish kerak ustoz tanlayotgan paytda? Qanchalik muhim o'ziga mos ustoz tanlab olish o'quvchini? Deylik hammasi mahoratli. Hamma ustoz mahoratli ustoz bo'lsin, o'shalarning ham ichidan birortasini ajratib tanlash kerakmi yoki mahoratli bo'lsa bo'ldi deb? Yo'q, mahoratli yaxshi o'qituvchi bo'ldi degani siz unda zo'r o'qib ketasiz degani emas. Chunki nima desa bo'ladi? U o'qituvchi sizga yoqmay qolishi mumkin. Siz o'qituvchiga yoqmay qolishingiz mumkin. Jini-jiniga to'g'ri kelmaydi deydi. Shunaqa. Masalan, men darsim asnosida ko'p hazil qilaman yoki patkanni siqib turishim mumkin, o'quvchilarni kesatib turishim mumkin. Kim og'ir xarakterli odamlar bu narsa yoqmaydi. Shunaqa holatlar bor yoki jiddiy dars o'tadiganlar bor. O'ta jiddiy, unaqalarga ham yengilroq qaraydiganlar unda o'qiy olmaydi. O'qituvchi zo'r, darsi zo'r, dasturi zo'r, lekin nimadir to'g'ri kelmay qolishi ham mumkin. Shuning uchun yaxshi o'qitish bo'ldi degani bo'ldi, zo'r o'qiysan degani emas. Ikkinchi masala o'zingizni qo'yayotgan effort, ya'ni inglizcha aytsa, qo'yayotgan sa'y harakatingiz qanchalik.
Sizga bir dunyo mashq beradi, siz uni yarmini qilsangiz foyda bermaydi. Chunki o'qituvchi ko'p mashq berib dars o'tadi. Yokida boshqa joyda bir kam dars beradi. Siz shu bergan darsini qilib ketaverasiz. Lekin siz undan ko'proq ham qila olasiz. 15 minutda darsni qilib qo'yasiz, ko'p shug'ullanmagani uchun yana rivojlana olmay qolishingiz ham mumkin. Ya'ni yaxshi o'qitish bo'lgan bo'ldi, sizga mos tushib ketadi degani emas. Endi buni tushadimi yo'qmi bilish uchun qanchadir o'qishingiz kerak baribir. Baribir sinab ko'rish kerak. Sinab ko'rish kerak. Lekin bu degani qanchadir o'qidim, mos kelmadi, bo'ldi, ketaveraman degani emas. Moslashishingiz kerak. Shu oltin qoida. O'qituvchi o'quvchiga emas, o'quvchi o'qituvchiga moslashishi kerak. Hozir bundan teskari bo'lib ketyapti. O'quvchi o'qituvchiga moslashishi kerak, qanaqa bo'lsa ham. Majbur. Boshladingmi? Darsni o'qi, moslashib o'qi. O'zgartirish imkoni bor, to'g'ri, lekin o'zgartirmagani yaxshi. Hadeb, ya'ni o'qituvchi almashtiruvchi ham to'g'ri bo'lmaydi. Almashtirmaslik kerak. Mana markazlardagi sinov darslari ham menimcha asli shuning uchun ham tashkil qo'yilgan. Bitta dars lekin kamlik qilish mumkin. Yoki masalan, birinchi darsni sinov darsi qilsangiz, o'qituvchi ham kelib zo'r mahoratini ko'rsattiradi. Seriyalarda ham birinchi pilotning seriyasi zo'r bo'ladi, action narsalar, ikkinchi seriyasidan ketdi, gap so'z cho'zilib ketgan. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Endi bu peshana bu yog'i. Maksimal darajada harakat qilinadi, lekin yaxshi narsa topishga, endi sal nimadir to'g'ri kelmasa, endi moslashga harakat qilasiz. Jiddiy sabab bo'lmasa, o'quvchi moslash shart lekin. Mana shu joyi muhim, lekin ko'pchilik o'sha yerda ikkilanib qoladi. Menga mos kelmayapti, qachon o'zi tark qilishim kerak, qachon yo'q. Ko'rganman, 8-9 talar markazida o'qib kelganlarni ham ko'rganman. Bitta 5 taliklar ko'p, bitta 2 taliklar ham bor. Ko'p markaz alishtirganlar juda ko'p. Mana shuni so'raylik. O'zi hadeb o'qituvchi almashtira olgan o'quvchilarning ichidan birorta yaxshi natijaga erishgan va odatda boshqatdan so'raylik. Odatda kimda ayb bo'ladi o'zi? Hadeb o'qituvchi almashtirayotgan o'quvchi keladi, oldingizga markaz almashtirayotgan o'quvchi keladi. Odatda ayb rostdan o'shalarning o'qituvchilarida bo'ladimi yo o'quvchining o'zida bo'ladimi? Ko'pincha o'quvchida. Ko'pincha o'quvchining o'zida bo'ladi. O'zi o'qimaydi, o'zi harakat qilmaydi. Atrofdagi aybdor. Uni to'g'risini aytganda siz ham o'qitingiz kelmaydi uni, chunki o'ylaysiz, bu deydi shuncha o'qituvchini almashtirgan, ertaga mendan ketsa, shuncha o'qituvchi haqida menga aytgan gapini. Unaqa kelgan o'quvchilar endi masalan eski o'qituvchisini sal yomonlagan boshqa qilgan bo'lsa, deb gapiga qo'shilaman-u. Darsda uni sal siquvga olib o'qitaman. Ozgina напряжениеda ushlab turaman uni. Juda bunga eski fokusdan o'tmas ekan degan fikr uyg'onsin unda degan maqsadda. Shunaqa. Yo'q endi nima deydi? Sira. Bunaqa o'quvchilar natijaga chiqqan holatlari ham bo'ladimi o'zi? Mana shunaqa. Bo'ladi. Ko'p markaz almashtirib kelib. Endi aytganimdek rostdan jini-jiniga tushmagan bo'lishi mumkin yoki rostdan o'qituvchilar ayb bo'lgan holatlar ham bo'ladi. To'g'ri. Faqat bir tomondan oqila olmaymiz. Faqatdan ba'zan o'qituvchining ham gap bo'ladi, ba'zan ikkalasidan ham ayb bo'lmasa ham shunchaki bir-biriga ruhiyat mos kelmas, uslub mos kelmaslik. Siz nazdingizda, mana misol uchun siz o'zingiz yangi o'quvchini o'rniga qo'yib ko'ring. Birinchi marta arab tilini o'rganayotgan o'quvchini o'rniga qo'yib ko'ring va tajribangizni hisobga oling. O'qituvchi tanlayotgan paytda nimaga e'tibor bergan bo'lardingiz va o'quvchilarga ham o'sha qanaqa maslahat berardingiz? Bitta o'qituvchi tanlayotgan paytda o'qituvchi tanlash uchun nimalar qilishni maslahat berardingiz misol uchun? Ya'ni hadeb o'qituvchi almashtirish degan holatga tushib qolmaslik uchun, mana shu holatdan qutulish uchun siz o'zingiz yangi o'quvchi bo'lsangiz nima qilgan bo'lardingiz hozirgi tajribangizdan kelib chiqib? Birinchi surishtirish kerak. Ya'ni o'qib chiqqan, yaxshi natijaga erishgan boshqalardan qayerda o'qisa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi deb so'rash kerak. O'zi 5-6 ta variant aytiladi. Ya'ni 5-6 odamdan so'rasangiz, hammasi masalan bittasi 3 ta, bittasi 2 ta, bittasi 4 ta odam aytsa, hammasi aytayotgan bitta 2 ta chiqadi. Mushtarak, ya'ni bitta mushtarak markaz bo'lib qoladi, ya'ni markaziy o'qituvchi chiqadi. Lekin o'shalarga borib ko'rasiz. O'zingizni maqsadingiz nimaligini aniqlab olsangiz va undan nima bera olishini so'rab aniqlashtirsangiz, agar sizni maqsadingiz bilan uni beradigan narsasi mos kelsa, keyin sinov darsiga borib ko'rsangiz bo'ladi. Faqat bunda ham oldincha ham aytgandim, sonlarga aldanib qolmasdan, falon mingta o'quvchi chiqarganman, falonchi menimcha sertifikatim bor, qayta shunaqa gap gapiraveradigan odam bo'lsa, demak, uni sondan boshqa beradigan narsasi yo'q. Rostiga yaxshi mutaxassis o'zini maqtab o'tirmaydi. Xiyonatchasini hadeb ko'rsatib unaqa qilganman deb o'tirmaydi. Tushuntiradi o'zi, bunaqa dasturimiz, bunaqa natijaga erishingiz mumkin deb tushuntiradi, bo'ldi. Ortiqcha unaqa maqtov anaqalar qilib o'tirmaydi o'zini. O'zini biladi, tushunadi. Unaqa qiladi. Endi bu meni o'zim xarakterimdan kelib chiqsa ham bo'ladi. Masalan, kimdir bir tovarni maqtay o'rsa ham olgim kelmay qoladi. Qanaqadir olish qiyinroq bo'lsa keyin asos shunaqa holat. Balki shunga uylanib ketgandir. Maqtulganga ko'p ishonavermaslik ham kerak. Sonlarga aldanib qolmaslik kerak. Aniq o'zini dasturini ko'rsatib bera olsa keyin
borib ko'rsa bo'ladi. Ha, tushunarli. Lekin baribir sinov darsi o'sha o'zi bitta dars yetmasa ham muhim baribir kirib ko'rish. Ha, albatta. Bu safar shunaqa bo'ldi. O'quvchi sinov darsiga keldim, davom etayotgan gruppamga kelgan. Odatda sinov darsiga kelgan o'quvchilar birinchi darsimni ko'rgandan keyin gaplashardim-da. Chunki yoqmaganlar biz chiqib ketadi indamay. Yoqqalar biz kelib so'raydi, menga bunaqa kerak edi deydi. Keyin men nima o'qigansiz, barobatlar qilgansiz deb so'rab, mos kelgan guruhga qo'yaman, boshqa qilaman. Bir safar bitta o'quvchi keldi, darsda o'tirdi, yarsi hamda chiqib ketdi. Lekin adminlik kelib meni urishyapti. Nimaga siz o'quvchi bilan gaplashmadingiz deydi. Darsdan oldin. Urishyapti, boshqacha ma'noda aytaman. Darsdan oldin shunaqa gaplashmaganingizga xafa bo'lib chiqib ketibdi deydi. Menga hech narsa e'tibor qaratmadi, boshqa qilmadi deb. Mayli dedim, ketsa ketaversin. Unaqa e'tibor talab o'quvchi bo'lsa deb qo'ydim. Shunaqa odamlar ham bor ekan, sizdan sinov darsiga kelsangiz, u bilan o'tirib alohida gaplashishingizni xohlashar ekan. Hayronman, men boshqacha fikrdaman. Demak, o'zi asli sinov darsiga kirganda bu yerda darsda o'tirgan o'quvchilar bilan bitta maqomda emas, aslida o'qituvchi bilan o'quvchilarning umumiy ma'lumotini ko'rish, ya'ni to'g'ri bo'lsa bo'ladi shunda. Dars o'tish uslubi qanaqa? Nima? Shuni ko'rasan. Boyaga aytgan gapingizga mos keladi. Haqiqatan bitta o'quvchiga birdan e'tibor qaratsa, u yangi kelgan o'quvchiga o'zini alohida e'tiborni qaratishi mumkin. Lekin o'zi to'g'ri ham bo'ladi. Bitta o'quvchini, o'zini eski guruh bilan qanaqa ishlayotganini ko'rishlik o'zi aslida muhim. O'quvchiga foydaliroq bo'ladi. O'shani tushunishmaydi qoladi menimcha. Shunaqa. Masalan, qiz bola bilan uchrashuvga chiqsangiz, birinchi uchrashuvda o'tirib hayotingizdagi maqsadingiz nima deb so'ramaysiz-da. Kimsiz o'zi, nimasiz? Siz bizni bir-birimizga to'g'ri kelamiz, ham o'zi degan shu gap nima deydi, shu fikr to'g'rimi yo noto'g'rimi ochiq deydigan savollar berasiz. U narigi savollar keyingi uchrashuvning savollari. Xuddi shuningdek, bu o'quvchi ham siz o'quvchiga yoqishingiz, dars o'tish uslubingizni ko'rganingizdan keyin bo'ladi. Undan keyin gaplashsangiz, unga bo'lgan muomalangiz emas, u siz dars o'tishingizni, o'quvchilaringiz bilan qanaqa ishlashingizni ko'rish kerak, keyin gaplashsa bo'ladi. O'zi men hozir o'ylab qoldim, bitta fikr kelib qoldi. Sinov darsi desa, bundan keyin o'sha sinov darsiga kiradigan o'quvchiga alohida bitta parta qilib berish kerak. Sen darsga aralashmaysan. Faqat mana shuni ko'rib o'tirgin. Va iloji bo'lsa o'qituvchiga ham aytish kerak emas. Men bu o'quvchi sinov darsiga kirdi deb turib, o'shanda menimcha to'g'ri bo'ladi. O'qituvchi ham o'zini ortiqcha dabdaba bilan maqtamaydi yangi o'quvchini oldida. Degan odam kirsa baribir tanib qolasiz. Endi unisi ham bor, endi maksimal harakat qilinadi. Bizning markazda qo'liga bitta qog'oz yozib kirishadi. Qog'ozda o'sha savollar bor. Darsdan qanchalik qoniqdingiz, nima qo'shimcha qo'shgan bo'lardingiz, nima kamchilik bor, nima yutuqlar ko'rdingiz degan bir qancha savollar bor. 1 dan 5 gacha ball qo'ying degan joylar bor. Shunaqa qog'oz olishadi har bitta darsga kirgan o'quvchilardan. Hozirgi paytda ko'p markazlar yoki o'qituvchilar siz aytganingizdek o'zini natijalarini alohida maqtanishyapti. O'zi mayli natijani ko'rsatish kerak, lekin bir xil payt deb bitta natija ko'rsatilaveradi, bitta natija qayta tashlanaveradi. Keyin yana eng yomon tomoni hozir shu so'ramoqchi bo'lgan narsam juda qisqa muddatda va'da qilib yuborishadi. Shu uslubligini reklama qilish jarayonida sizga ma'muncha muddatda ma'muncha narsani o'rgatib yuboramiz. Xuddiki buni faqat biz qila olamiz, boshqalar qila olmaydi. Mana shu narsa o'quvchilarning ongini qanchalik zaharlayapti hozir paytda. Misol men o'zim ham bir xil payt ko'zim tushib qoldi. 0 dan 6 oyda B2. 3 oyda ham ko'rdim. 3 oyda 0 dan. U bir xillar-ku 0 dan deb ham yozib qo'yadi-da. Yana bir xillar bor, undan ham yomoni bor. 0 danligini aytmaydi. 1 oyda B2 oldiramiz deb qo'yadi-da. Qanaqa darajada kelishi kerak yozmaydi uni. Xuddi shunaqa. U uchrashuvga borib o'shalar bilan ko'rishgan o'quvchi biladi, u qaysi darajada borish kerakligini. Lekin bu yoqda birinchi marta ko'rgan odam 0 dan 1 oyda B2 oldirishayotgan ekan deb o'ylaydi-da. Keyin biz aytgan paytda o'sha narsani so'ramoqchi bo'ladi. Endi maqsad marketingning anaqasi o'ziga jalb qilib olish. Ya'ni siz u o'zini sotuvchisi bilan bog'lab olsa, klientni, potensial klientni yog'ini keyin amalga oladi. Yo'q, u sotuvchilar mahorati bo'ladi. O'sha qoldi. Ya'ni keyin tushuntiradi, voy u anaqamiz mana bunaqalagi edi, lekin sizga mana bu kursimiz mos keladi, kelavering deb baribir jalb qilib oladi. O'zi mana shu narsaga mana shu ortcha bo'rttirishga, yo'q narsani ko'pirtirishga nima degan bo'ladi? Qanaqa qaraysiz? Hozir gapingizdan xuddiki marketing endi hamma o'zini ishini qilyapti degandek gap chiqyapti-yu, lekin endi men u ma'lumot sifatida aytdim, to'g'ri yoki noto'g'ri ma'nosida emas. Juda ham qarshiman. Bunaqa yolg'on marketing qilishga yoki aldov bilan o'ziga odam jalb qilishga chaqirsang, bor narsa bilan chaqir. Desangiz. Endi uni iloji yo'q. Iqtisod qoidasi.
bitta video ko'rib qoldim yaqinda. Ingliz tili o'qitadigan joy, bitta bola chiqib gapiryapti, mana biz ingliz o'qituvchi olib keldik, bir narsalar deb yonida bittasiga berdi. Yuz ko'rinishi indiyalik, hindistonlikka o'xshaydigan bola. U ham chiqib, "Hey, hello" narsalar dedi. Endi aksent ingliz tilining harfi ham yo'q bu aksentdan. Prosta inglizcha gapiryapti. Ingliz tili biladigan odam sifatida nima jinnali dedim. Komment yozmadim, nima jinnali deb qo'ydim o'zimga. Mana shunaqa narsalarga qarshiman. Saviya, nima deydi, markazi saviyasi bo'lish kerak, o'qituvchilar saviyasi bo'lish kerak. Bunaqa reklamalar uni saviyasini tushirib yuboradi deb o'ylayman. Buni tushunadi, tushunmagan tushunmaydi. O'sha yomon tushunmagan odamlar keyin bu yo'ldan ham shu narsani talab qilishadi. Ha, kelib 3 oyda bunaqa narsa olishim kerak deyishadi. U iloji yo'q, u hamma biladi-ku uni. To'g'ri, masalan, imtihon tushadigan narsani yodlattirib kirgizib oldirsa bo'lar-u. Til o'rganishmas deb. Yoki bitta wunderkind o'quvchi shu natijani qilib qo'ydi degani o'rta, ya'ni odatiy standart o'quvchini hammasi shu ish qiladi degani emas, o'sha tomoni bor. Shunaqa bitta yaxshi o'qituvchilarni qayta aylantirib. Bizda ham narsa bo'ldi, ozgina e'tiroz qildim. Qayta qo'yilmaydi deb. Ha. Unaqa o'quvchida bor, to'g'ri. Zo'r o'qiydiganlar, uni siz o'qitdingiz, boshqasi o'qitdi, farqi yo'q. O'qiydigan o'quvchilar. U chiqdi degani endi hamma shunaqa qiladigan emas. Ha. O'rtacha anaqa natija emas bu. Ha. Mana mana shunda endi o'rni keyin aytib ketaylik, o'zi aslida foydali bo'lib qolish uchun mana B1, ya'ni inobatga olinadigan daraja B1 daraja bor. O'sha litseyga o'tadigan sertifikat B2, C1, C2 darajalar bor-ku. 0 dan boshlaganda standart o'quvchi, ya'ni o'ta wunderkind emas, o'ta o'rtacha. Ya'ni fahmi past emas, o'rtacha o'quvchiga agar to'g'ri uslub tanlansa va o'qituvchining aytganini qiladigan bo'lsa, qancha vaqt ketadi B1 ga va qancha vaqt ketadi B2 ga va qancha vaqt ketadi C1 yoki C2 ga chiqishga. Endi amaliyotda ko'rganim bo'yicha aytaman desam, agar faqat sertifikat olish ma'nosida aytsak, 0 dan B2 olish uchun 9-10 oy. Sertifikat olish uchun. Standart o'quvchilar. Realni haqiqatda B2 darajasi uverni etadigan bo'lish uchun endi 1 yil ketadi. Ya'ni sertifikatli B2 emas, o'zi haqiqiy B2 ga loyiq bo'lishiga 1 yil ketadi. Endi mana mana shuni to'g'rilab ketaylik. Uzr, gapingiz bo'lib qo'ydim. Bu 1 yil deganda yoki yani sertifikatni o'ziga B2 9 oy deganda haftada 3 martadan o'qish. 3 martadan kuniga necha soat o'rtacha dars qilish kerak? 2 deb o'ylayman, endi 2 dan ko'p shug'ullanishadi menimcha. Eng kamida 2 soat. Haftasiga 3 martada o'qiganda. Ko'pchilik 2 martadan o'qitadi, ular emas, 3 hafta 3 martadan dars bo'lganida. Mana mana shu joyni bitta aytib ketaylik, ana demak 0 dan boshlab 9 oyda sertifikat B2 yoki haqiqiy B2 1 yilda erish uchun haftasiga 3 kun va har kuni kamiga 2 soatdan shug'ullanish kerak. Shuni qilib bo'lgandan keyin ham natija qila olmasa, keyin gapirsa bo'ladi. Shunaqa. C1 olaman desa endi 1 yildan oshiq muddat kerak. Где-то 15 oy deylik, 14 oy deylik. No, amaliyotda ko'rdim, adashmasam 15 oyda C2 oldi bitta o'quvchi, 0 dan boshlagan, o'zim ko'rganim. Ya'ni yolg'on polg'on emas, bu haqiqat. 15 oyda 0 dan. Ha, adashmas 15 oy, 16 oymida shunaqa. Oldi. Endi u o'zi shunaqa o'qigan o'quvchi edi-da, no, oldi. Fakt es fakt. Odam qilgan ish boshqa odam qila oladi. Shunaqa. Ha, tushunarli. Menda shaxsan anaqamda 7 oyda B2 olgan o'quvchim bo'lgan. Shaxsiy rekord ya'ni. Ha. C1 olganim ham 10 oyda olgan. U ham 0 dan boshladi. 0 dan boshladi. U qanaqa o'zi kuchli o'quvchi? Kuchli o'quvchilar, hammasi kuchli. Rekord-ku endi. O'rtacha haqida gapirib oldik. Tushunarli. Ha. Demak, hamma joyda bo'ladi o'ta kuchli o'quvchilar va hamma va eng ko'p tarqalgan o'quvchi zo'r bo'lsa aytib boya aytdim endi. Sizda o'qitdi, menda o'qitdi farqi o'qiyveradi, lekin uslubi sal ishkali bo'lsa, zo'r o'quvchi ham anaqa qilib keta olmaydi. Shunaqa to'g'ri. Yo'lab keta olmaydi. Yaxshi uslub bo'lsa-da. Ha. Ya'ni hamma narsa to'g'ri qilingan paytda yaxshi o'qituvchi yaxshi natija ko'rsatadi baribir, to'g'ri. Bir xil markazda bor, 2 martadan dars o'tadi, cho'zib o'tadi. 9 oy, 10 oylab bitta kitobini qayta anaqa o'qituradi. Bitta bir molni bunidan tortib yurganingizdek shunaqa. Sovqat etsam xunuk bo'lar-ku. Shunaqa cho'zib, shunaqa oldingi siljish bo'lmasdan bitta joyda toptalib turaveradiganlar ham bor. U ham noto'g'ri, ya'ni o'zi standartga qo'yib, o'quvchini vaqtini olmasdan imkon qadar natija qilib chiqarish kerak o'quvchini. B1 gacha qanchada eshitadi, masalan, B1 ga? B1 men bir maqsad yo natija qilib qo'yishga arzimaydigan narsa deb o'ylayman. Endi odatda litseylarga o'tadi-ku, masalan, litseylar B1 sertifikat qabul qiladi. Bizda bo'lganda shunaqa tajribada bo'lgan, aynan B1 maktab o'quvchisi bo'ladi.
9ga ham o'tmagan bo'ladi, litseyga B1 o'tadi deydi. O'shanaqa paytda misol. Men aytgandek o'sha kamida B1 ga deb o'qitganimga o'zim dasturim ham shunga qaratilganda, shuning uchun ko'proq vaqt qoida o'tib, keyin mashqi, ya'ni pastdan olib chiqib, praktikasini pastdan olib chiqib qilaman, shuning uchun bunga nima deya olmayman kerak. Faqat B1 uchun o'qitaman desangiz, tez qilsa bo'ladi. Tez qilsa bo'ladi. Tushunarli. 6 oy, 7 oy o'qiganlar bemalol kirib B1 olib chiqishgan. Standart holatda. Standart holatda. Tushunarli. Qaysi birini tayinlash qiyinroq odatda? 0 dan kelgan o'quvchini o'qitishmi yoki o'zi qayerdadir o'qib kelib bo'lgan o'quvchini birorta darajagacha olib chiqishmi? Qaysitasi qiyin sizga? Bir marta shunaqa guruh yiqqanman. B1 darajasida chiqqanlarni kesida o'qitamiz deb guruh yiqqanman. Yig'ilgan guruh, ko'pchilik yig'ilgan. Bittasi o'tda o'qigan, bittasi bo'tda o'qigan, bittasi institutda, bittasi maktabda. Qiynalib ketganman. Sochimga oqitishgan ularni bitta qolipga solgunimcha. Chunki bittasi uni biladi, bittasi buni biladi, bittasi uni biladi, bittasi buni biladi. Bunga tushuntirsangiz, anu zerikib qoladi, bunga tushuntirsangiz. Jinim chiqib ketgan. Qolib ketganda. Shunaqa bo'lgan, shu so'z berganman, boshqa bunaqa o'rtada guruh ochmayman. Davom etayotgan guruhimga donabor qilishi mumkin, o'quvchi qo'shishi mumkin. Hech qachon yig'mayman 0 dan. Qaysidir darajadagi o'quvchilarni deb o'zim qat'iy so'z berganman. 0 dan olib chiqish oson deb o'ylayman, chunki boshida qiynalasiz, o'quvchilarni o'zingizga o'rgatasiz, o'zingiz o'quvchilarga o'rganasiz, bitta qolipga solasiz, keyin yog'i relsga solingandan keyin tekis ketadi. Keyin qiynalmaysiz. Endi bir mutaxassis bilan gaplashgan paytimda B2 darajaga chiqqan o'quvchi bu yog'iga o'zini o'zi shaxsiy ham rivojlantira oladi degan fikrda ekanlar-da. B2 dan boshlab eng kam B2 bo'lsa, keyin C1 ga, C2 ga o'zi harakat qilsa bo'ladi ustozdan. Mana shunaqa holatda deylik B2 haqiqiy B2 da turgan bola haqiqiy C1 ga chiqishiga, o'zini o'zi rivojlantirishiga agar to'g'ri uslub tanlab olsa o'ziga, o'zini to'g'ri rivojlantirsa qancha vaqt ketadi? Bu fikrlar 100% qo'shilaman. Birinchi navbatda aytsam, o'zi shunaqa bo'lishi ham kerak. O'quvchilarga qayta ta'kidlayman, bo'ldi sizlar o'zinglar eplaydigan darajaga keldinglar, darsdan tashqari mustaqil shug'ullanishga o'tishinglar kerak. Men sizlarga beradigan asosiy narsani berib bo'ldim. Bu yog'iga endi buninglardan yetaklab, mana bunaqa deb keta olmayman. Unaqa bo'lmaydi o'zi. O'zinglar bu yog'iga arabalarni tortishinglar ham kerak, darsdan tashqari deb aytaman. Endi muddati har xil. Bola qo'yayotgan boyiga effortiga, ya'ni sa'y harakatiga qarab bo'ladi. Balki bir haftada qilishadi, 3 oyda qilar. O'ziga bog'liq. Imkoniyatlar ko'p, hozir internetda rivojlangan, kitoblar ko'p, programmalar bor, arablar bilan gaplashadigan narsalar ham bor. O'quvchilar bor, shunaqa qiziqib, o'tga kirib arablar bilan suhbatlashib o'tirishadi. Dugonalar orttirishgan, o'rtoqlar orttirishgan, gaplashsa ham bo'ladi, og'zakani qilsa ham bo'ladi. O'zini qiziqishiga qarab keyin kinosini ko'rib, o'zi ko'radigan serialni arabchada ko'rish boshlaydi bir xillari. Bunaqalar ham bor. Shunaqa, u qancha harakat qilishiga qarab yo'q. Markazda bitta o'quvchiga odatda mana bu til bilish imtihonlarida 4 xil ko'nikmaga tekshiriladi-ku, eshitish, o'qish, yozish, gapirish. Mana shu har xil ko'nikmadan har xil o'qituvchining dars o'tishi. Mana shu uslubga qanaqa qaraysiz? Bu qanchalik foydali va qanchalik o'rinsiz, ya'ni. Nima deb o'ylaysiz? Endi agar masalan 0 dan olib chiqadigan bo'lsa, bitta o'qituvchini o'zi eplaydigan bo'lsa, hammasini qilgan yaxshi. Shu bitta o'qituvchi bilan o'qigan yaxshi. Ya'ni ajratmasdan. Ajratmasdan. Chunki o'rgangan bo'ladi, boshqa qiladi. O'quvchi ancha erkin his qiladi asosiy o'qituvchining oldida. Yoki asosiy bitta o'qituvchi bo'lsin-da. Qaysidir skillga boshqa o'qituvchi kirsa, masalan, gapirishga bitta dars, shu gapirish, speaking darsi bo'lsa, muhofara darsi bo'lsa, o'sha kuni boshqa o'qituvchi kirsin. Ko'p markazlar qiladi, arab o'qituvchi olib kirishadi shu kunga. O'sha darsda endi u bemalol faqat gap bo'lsin, qoida hech narsa bo'lmasin. Shunaqa qilsa ham bo'ladi, lekin gapirishga bu, yozishga bu, qoida o'tishga bu deb ajratishsa, bu ancha yaxshi bo'lmaydi. Foydadan zarari ko'proq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Muddatni cho'zib tashlash mumkin. Keyin bitta o'qituvchi buni o'qitsa, bitta o'qituvchi buni bunaqa o'qitadi, uslub boshqacha, o'quvchi aniq turadi. Keyin bu bitta gap gapirsa, bu boshqa gap gapirib qolishi mumkin. O'qituvchilar o'rtasida ham. Ya'ni o'zaro ta'arruz, ya'ni qarama-qarshilik shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Bitta qozonda ikkita kalla qaynamaydi deganda. Shunaqa bo'lib qolishi mumkin. O'shanga bitta o'qituvchi olgan yaxshi. Ya'ni xato o'qitsa ham bitta o'qituvchi o'qitsa.
ayb kimni bo'ynida bo'lishi aniq bo'lsin. Shunaqaroq. Oxirdan muvaffaqiyatli bo'lganda kimni savolga tushib kelinligi aniq bo'lsin. Masalan, biz haligacha kursdoshlar bilan ko'rishib turamiz madrasadagi. Birinchi, ikkinchi kursda bizning kuratorimiz, asosiy kuratorimiz o'sha edilar. Qo'shimcha darslarni ham o'tardilar-da. Masalan, arab tilini o'zida ham qaysidir fandan boshqa o'qituvchi kirardi. Hozir masalan, hammamiz shu kuratorimiz o'tgan darslarni eslaymiz. Shu kuratorimiz aytgan gap, o'sha aytgan hazillarni hamma eslaydi. Narigi o'qituvchilarniki uncha esda qolmagan. Kimdir eslaydi, kimdir eslamaydi. Lekin kurator darsida aytilgan gap haligacha hamma biladi. Noto'g'ri ketib qolgan gaplar haligacha hammani esda, haligacha hamma o'shani to'g'ri deb biladi. Noto'g'ri desangiz ham yo'q, shunaqa deganlar deydigan darajada. Ya'ni asosiy bitta o'qituvchi baribir shunaqa boshqacha qalbda boshqacha o'rni bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni ilmiy jihatdan olib qaraganda ham o'quvchini fokusi nisbatan tarkizi bo'linmaydi. Bo'linmaydi. Keyin bu darsga ham yaxshi natijasini o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Vaqtga ham yaxshi. Foyda jihati ham bormi mana shu narsani? Misol uchun deylik yoki qaysidir darajadan boshlab turib ish qilgan yaxshi, noldan emas. Qaysidir darajadagi o'quvchilarning guruhiga bu shu usulni qo'llasa yaxshi effekt beradigan holatlari ham bormi hech? Yo, bunaqasini? Menimcha, o'zi yuqori darajaga chiqqanda, shu o'quvchilar o'zini o'zi eplaydigan darajaga chiqqanda, aytgandek, qaysidir mahoratga qaysidir o'qituvchini kiritgan menimcha yaxshi. Boshida emas. Boshida emas, qaysidir yuqori darajaga chiqqanda qilsa bo'ladi bu narsa. Lekin ko'pincha unaqa o'quvchilar boshqa o'qituvchida o'qigisi kelmaydi. Shunaqa tarafi ham bor. Bitta o'quvchini har xil o'qituvchiga kirgan holati boyagi savolga o'xshaydi. Bitta o'quvchini har o'qituvchi almashtirishi, o'sha bilan ham o'xshash bo'lib qolmaydimi domlanda? Yo'q, endi agar o'qituvchilar kelishib bitta dastur qilgan bo'lsa, agar shunaqa ish qilgan bo'lsa ham, bitta dastur bo'lsa, u o'qituvchi alishtirishga kirmaydi, chunki bitta markazdan boshqa markazga bitta o'qituvchidan umuman boshqa o'qituvchi ketib qolsa, u dastur, daraja, hamma narsa o'zgarib ketgani uchun u bundan ancha minusroq. Bu yoqda endi baribir boshqa o'qituvchi bo'lsa ham bitta narsaga kelishgan, ular yo'li bitta. Unchalik o'xshatish to'g'ri bo'lmaydi. Unga o'xshash tushunarli. Ikki xil holat. Birinchisi, boshlang'ich darajada o'quvchi, u hali o'zi mustaqil o'ziga uslub tanlay olmaydi, lekin o'qituvchi tanlashda unga ya'ni o'qituvchi tanlash unga muhim. Hech birorta bir signal yoki birorta belgilar bormi? O'sha o'quvchini ustozni almashtirish holatiga kelib qolganligini unga tushuntiradigan. Qanaqangi holatda o'quvchi bo'ldi, ustozda o'qimaslik kerak, boshqa ustozga borish kerak. Shunaqangi signal yoki belgilar bormi o'quvchi uchun? Ya'ni vaqtini zoya qilmasligi uchun gap o'qituvchida aybdorligi demaylik misol uchun. Endi unisi ham bo'lishi mumkin. Asosiysi o'quvchi o'zini vaqtini zoya qilmasligi uchun, ya'ni haqiqiy natijaga erish uchun boshqa o'qituvchiga ketishga bo'lib qolgan holatlar va uni bildiradigan belgilar. Qanaqa holatda almashtirish kerak ya'ni? Birinchisi menimcha darsga bog'liq emas narsa, ya'ni qanaqadir holat bo'lganki, bo'ldi buni darsga kirib boshqa o'tira olmagan bo'lib qolishi mumkin. O'zaro qanaqadir munosabat buzilgan yo nima bo'lib qolsa. Juda ham ya'ni tuzatmaydigan darajada bo'lib qolsa, unaqa paytda tinchgina ajralish kerak, ketish kerak, shunaqa. Darsga bog'liq narsa emas. Ikkinchisi, agar o'quvchi sezsa, o'qituvchi qanaqadir vaqt cho'zib yuribdi, prosta unaqa dars o'tish anaqasi yo'q, boshqa yo'q bo'lsa, ya'ni asoslari bo'lsa ham ketsa bo'ladi, chunki 5 oy o'qib ketgan, 9 oy o'qib ketgandan yaxshiroq. Ya'ni bo'ladigan vaqtda bo'lgan. Boya aytgandek, o'qituvchilik markazida o'sha sudrab yuradi bitta joyda toptalib. Oldinga siljish bo'lmaydi. Shunaqa joy bo'lsa, sekin ketish kerak, indamay. Yana qanaqa holat bor desangiz, dedik o'qituvchi tomonidan o'quvchiga qanaqadir odam ajratish yoki nafrat tuyulib qolsa, endi bu ham birinchisiga borib taqalsa kerak. Shunaqa bo'lib qolsa ham sekin ketirish kerak deb o'ylayman. Boshqa yana nima deydi, natijaga erishmasligi bo'lsa, menda o'quvchilar qanaqadir tushunmayotgan boshqa bo'lsa, alohida suhbatlashish odat qilganman. Nima bo'lyapti, nima yoqmayapti senga? Nega bunaqa bo'lyapti deyman. Agar o'qimayotgani ma'lum bo'lsa, o'qigin deb nasihat qilib qo'yaman. Agar darsdagi qanaqadir muammo bo'lsa, dars unga ko'plik qilayotgan bo'lsa, boshqa sotsial yo'l ko'rsatishga harakat qilaman. Mayli ma'mulaga ko'proq fokus qilib, bunga ikkilamchi deb qo'yaman, boshqa qilaman yoki bir nechta dars kelmay qolgan bo'lsa ham, mayli hozirgi o'qiyotgan darsingni qilib ketur, buni sekin yetkazib olasan qarzlaringni deyman. Bunaqa muammolar bo'lsa, o'zaro hal qilsa bo'ladi. Agar hal qilmaydigan darajaga kelsa yoki bunaqa hal qilishga harakat qilingandan keyin ham 2-3 marta bo'lsa, o'qituvchining o'zi sekin
Sen to'xtata qo'y yoki keta qol deb maslahat berish kerak. Pulini ham boshqasini ham o'ylamasdan qaytangi bu uni vaqtini, pulini boshqasini zoyi bo'lishiga sabab bo'ladi. Endi biz o'zimizda shunaqa narsalarga qarshi imtihon qo'yganmiz. Ya'ni har bosqichda oxirida imtihon bo'ladi. Shu imtihonni ma'lum darajada baho ololmagan o'quvchilarni sekin pattasini tutib ko'ramiz. San bo'lar ekan. Shunaqa tizim qilganmiz. Ya'ni o'sha ko'ramizmi, o'quvchi tortmayapti, foydasi bo'lmayapti, unga ham bo'lmayapti, sekin shunaqa qilib ketkazamiz. O'qituvchi ham o'zi ham asli faqat o'quvchi emas, o'qituvchi ham asli insof qilish kerak, bilish kerak. Qachondir bilan o'quvchini o'rtasidagi munosabat yaxshi emasmi yoki unga foyda bo'lmayaptimi darsdan, boshqami? Boshqa ustozga borish imkon berish kerak. Ha, qilish kerak. Bir xillab boshqa o'qituvchi borsa juda bir dushmandek qarab oladi, boshqa. Yo'q, u ham odam. Xiyonat qildi deb. Ha, shunaqa. Yo'q, unaqa emas. To'g'ri qabul qilish kerak. Shunga o'zi qaytangi turtkilash kerak. Tushunarli deb o'ylayman. Ko'proq gap o'qituvchida, chunki o'qituvchi baribir opitniroq bo'ladi, ko'proq narsani ko'ra oladi deb o'ylayman. O'quvchi bilan shu suhbat asnosida buni aniqlasa bo'ladi. Yo'q, sizga biz to'g'ri kelmayapmiz, to'xta qoling. Haqiqatan hozir aytgan gapingizdan bizda jamiyatda o'quvchilarni ham miyasiga urib qo'ygan, o'zi bilib turibdi, o'qituvchi, ya'ni o'qituvchi deylik ham emas, lekin baribir o'sha o'qituvchidan foyda olmayotganini bilib turibdi. Ne ustoz almashtirmaysan, zarur ekan, ya'ni bekorchi sabab emas desa, ustozim xafa bo'ladi. Mana shu narsa rostdan xafa bo'lgan o'qituvchilar ko'p-da. O'shani aytmoqchiman-da, o'sha o'qituvchi ham o'sha mana shu narsani o'qituvchilar ham to'g'ri yo'lga boshlash kerak aslida. Qolgan o'qituvchilarga ham o'zimiz qatori o'quvchi, o'zimizdan katta o'qituvchilarga zotan hech narsa deya olmaymiz, ular ustoz bizga, lekin bizani qatorimizda, bizani darajamizda bo'lgan ustozlarga shu narsani nasihat qilgan bo'lardik. O'quvchilarni erkin qo'yish, ularga imkon berish agar sezsa, o'zi o'qituvchini o'zi ham sezib turgan bo'lsa. Endi ikkinchi holat deylik, o'zi ma'lum darajaga chiqib bo'lgan o'quvchi, deylik B1, B2 darajaga chiqib bo'lgan o'quvchi uslubda xatolik borligini qanaqa qilib sezsa bo'ladi? U o'qiyotgan uslub uni kuchaytirmayotganini qanaqa bilsa bo'ladi? Bu uslubga yordam bermaydi, boshqa uslubga o'tish kerak. Qanaqa bilsa bo'ladi shunaqa holatda? Hech bo'lgan darajaga chiqibdi-ku. Yo, deylik bu darajaga boy etdik-ku biz siz bilan, mana B2gacha ustoz bilan chiqsa bo'ladi, lekin undan keyin shaxsiy o'zi shug'ullansa bo'ladi-ku. Hamma o'ziga reja tuzib, men bunaqa qilaman, men buni o'qiyman deyapti. Deylik, ana o'sha o'quvchi haqida gapirmoqchiman-da. O'sha o'quvchi o'zi shaxsiy rivojlanaman degdi, bitta tuzgan yo'li ish bermayapti unga. Lekin ish berayotgan bilmayapti u. Qatdan ajratib olsa bo'ladi, bu usulni tark qilib boshqa usul tanlash kerakmi, boshqacha ish qilish kerakmi? Shu o'qituvchilar maslahatlashgani yaxshi. Ha, unaqa paytda o'qituvchiga murojaat qilish kerak. Men bunaqa qildim, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'lmadi. Maqsam bo'ladi, nima deysiz? deb ko'rish kerak. Yoki har xil narsani sinab ko'rish kerak. Kino ko'rdi, foyda beradi, boshqa narsa qil. Kitob o'qidan ham boshqa narsa qil. Unaqa mustaqil o'qiyotgan o'quvchilar ko'p ko'rsatilgan narsa, bitta narsa tushunmadimi, bitta narsasi o'xshamadimi, bo'ldi. Stop. Ana o'sha tez natija kutish deganda to'xtab qoladi. Yo'q, masalan, men ham shu birinchi mutolaa ochilish haqida gapirdik o'tgan safar. Shu mutolaani ochish uchun men masalan boshida qanaqadir fiqh kitobini olib yarim bet o'qirdim. Shu yarim bet o'qishimga bir soat 20 minut vaqt ketardi. Rostdan yarim betda uchun qanchalik yangi lug'at chiqardi, boshqa qilardi. Keyin u 0.75 betga o'tdi, 1 betga o'tdi, 2 betga o'tdi, 9 bet, 10 bet ko'payib ketaverdi. Keyin tushunib ketdim. O'sha yerda masalan boshqa odam bo'lganda, sal jur'atsizroq bo'lsa, masalan, to'xtaydi, men bo'ldi, tushunmayapman, kalam kirmayapti, to'xtaydi. Bunaqa menga emas ekan. Menga emas ekan deb. Yo'q, harakat qilish kerak. Yoki masalan, bitta kitob o'qiysiz, qaysi lug'at tushunmadingiz yoki qaysi gapni tushunmadingiz, bo'ldi, to'xtaydi, kitobni yopib qo'yadi. O'qib ketaverdi, nima ketsan-da? Mana shu bir xatoni tushunmabsan, mayli endi. Davom etib ketaver desangiz, yoki kino ko'rayotganda ham qaysi gapni tushunmadim, voy, tushunmayapman, emasda. Ko'rib ketavering. Birinchi ko'rganingizda 50% tushunarsiz. Ikkinchi ko'rsangiz 70% tushunarsiz. Uchinchi kinongizni 90% tushunarsiz. Shunaqa qilib ketaveradi. Shunaqa, ya'ni nimadir muvaffaqiyatsiz ish qilib oldi, nimadir o'xshamadi, bo'ldi, to'xtab qolish kerak emas. Davom etib ketirish kerak. Hamma o'quvchilar bir oy shug'ullanib ko'radi, o'zi sal oldin imtihon kirib chiqqan, yana bitta imtihon kirib ko'radi. Bir oyda. O'sha ham menimcha ko'pincha hollarda o'quvchilarga ko'p zarar berib qo'ysa kerak, natija kutishda shoshilish, ozgina vaqt berish kerak o'ziga. Shunga nima deysiz? Endi bitta o'xshamadimi? Qarang, agar nimadir o'stirishingiz kerakligini sezsangiz, kuting ozgina. Endi bir xil majbur bo'ladi qayta kirishga. Unaqa holatlar haqida emas bu. Agar qanaqadir
adolatsizlik deb o'ylasangiz yoki nimadir o'sha kuni o'xshamay qoldi deb o'ylasangiz, qaytadan kirsangiz bo'ladi. Ha. No, baribir 1-2 oy kamida pauza olib, keyin qayta harakat qilib qo'ygan yaxshi. Materialni o'z ustida ishlab. Ya'ni agar bir imtihon kirgan paytda o'zi aniq qayerda xato qilganini va nima xato qilganini sezib tursa yoki u yoqda apellyatsiyaga tortadigan bir holat borligini bilib tursa, unda qayta kirishdan muammo yo'q. Ha, lekin o'zi ham sezsa asli hali o'zi men o'zim hali menga bor ekan desa, unda qilish kerak. Unda ozgina vaqt berish kerak. Mana mana shu ham yaxshi narsa bo'ldi, chunki ko'pchilik mana mana shunda xato qiladi. Bir xil o'quvchilarni ko'ramiz. O'zi aytib turadi, deylik bo'yashga yozolmas ekanman men, shunaqa qilolmas ekanman deydi. Shunaqa. Yana qilmoqchi bo'ladi, "Ey, to'xta, pulni isrof qilasan, tutmaydi, bitta kirib ko'ray" deydi-da. O'xshab qoladi bu safar. Eng bitta zo'r aytib keltiradi. Nima desa, bu safar yaxshiroq mavzu tushib qolar deb qo'yadi. Bu safar osonroq mavzu tushib qolar deb qo'yadi. Yoki yana teskarisi bor, bir xil o'quvchilar bor, biz bilamiz o'zini mahoratini. O'zi aytib turadi, deylik, bo'yashga vaqt yetmay qoldi deydi, yoki deydi, o'sha apellyatsiyaga tortadigan holatlarga aniq bo'lib turadi, o'shada sinib qoladi qaytanga. Qaytanga nariga o'zi kuchi yetmaygani, yana qaytadan tirishaveradi, bu yerdan gazni bosaveradi, bu yerda o'zi asli kuchi yetadigan, lekin apellyatsiya holatiga tortadigan yoki o'zini qayerda nima qo'yib tushirib qo'yganini biladigan o'quvchi endi ruhan sinib qoladi, yo deydi, 3 oy tayinlab oling deb qo'yadi. Bir kam dunyo. Ikkalasini chapishtirishga. Sizga rahmat kattakon, yaxshi chiroyli suhbat bo'ldi. Alloh razı olsun. Yana kelajakda birorta proyektlar bo'lsa birgalikda qilish xohlasa, nasib qilsa, xursand bo'lardik. Rahmat, baraka toping, salomat bo'ling.